Og'izda eriydigan, ko'tarilib chiqadigan zavarnoy pirojni tayyorlaymiz. Qozonni o'rta olovda suv, sariyog' solib qaynaguncha aralashtiramiz. Qaynagach, unni hammasini solib tez-tez 2 daqiqa biroz tagiga olguncha tinmasdan aralashtirib turiladi. Un solgandan so'ng qozon tagi pasaytirib qo'yiladi. Endi tuxumlarimiz pishib qolmasligi uchun biroz sovutib olamiz. Tuxumlarni bittadan solamiz. Xamir qoshiqdan sekin uzilib V shaklida tushishi kerak. Mana shu eng to'g'ri suyuqlik hisoblanadi. Tayyor xamirimizni listga shakl berib, mana shunday chiqarib olamiz. Qizigan duxovkada 200 gradusda 15 daqiqa, so'ngra 180 gradusda 20 daqiqa pishirib olinadi. Kremi uchun muzday qaymoqqa biroz shakar solib, krem tayyorlanadi. Pirojnilarning ichini krem bilan to'ldiramiz. Yoqimli ishtaha!